Assalomu alaykum, Optom Taxta obunachilari. Mana to'g'rida dastavka mashinalarimiz o'z egalari tomon ketmoqda. Bugun sizlar bilan mana 4 metrlik, 3 metrlik dekor plaslarimizni ranglari, turlarini ko'rsatamiz. Kelaverasizlar ustakalar. Mana gipsi kartonlarimiz ham bor. 4 metrlik, 3 metrlik, endi 25 talik bo'ladi dekor plaslarimiz. Hozir ranglari, turlarini ko'rsatamiz. Bu tarafda 3 metrliklarimiz, karnizlarimiz hammasidan bor. Mana bularimiz dekor MDF deyiladi. Devorlar uchun, asosan devorlar uchun har xil ranglari. Bular devorga, patologga qatirsalaring o'ta chiroyli chiqadi. Ham baquvvat. Uncha-munchaga sinib netib qolmaydi bularimiz. Plafonlar har xil turlari bor, chiroyli chiqadi rosa. Tanlab olaverasizlar kelib. Xo'p, bu yerda karnizlarimiz mana turlari bor, plafonlar, chekkalariga, darojkalariga qora ranglilarimiz, har xil turlari mana. O'ta chiroyli chiqadi. Issiqda, sovuqda ushaydi, xudo xolasa. Stiklavatalar qo'yiladi buni ichidan. Stiklavata qo'yib, mini vatalar qo'ysalaring, dekor MDF qatirasizlar, o'ta chiroyli chiqadi. 40 talik turlari, xudo xolasa yangi turlarini chaqirib qo'yganmiz, kelib ko'rasizlar. Bu 40 talik, bo'yi 280, eni 40 taqinlik bo'ladi. Devorlar uchun asosan. Rover, kilaylarimiz. Mana hozirgi kunda o'sha dekor MDFlarning ichidan qo'yiladigan mini vatalar. Bular 16,6 kvadrat bo'ladi. Bitta rulloni pachkalari 230 ming, 235 ming so'mlarga to'g'ri kelyapti. O'ta idealniy holatda kelib o'sha dekor MDFning ichidan qo'yilsa, issiqda, sovuqda usha beradi. Qishki kunida uncha sovuqda o'tkazmaydigan mahsulot hisoblanadi. Tovush, ovozlar o'tmaydi bu o'rnatilsa. Bir dona shamni yoqsalang ustaga isib ketadi xona. Shu darajada yaxshi narsa bu. Knaf eng yaxshi tovarlardan bittasi hisoblanadi, Knaf. Mana shu turlarimiz 16,6 kvadratlisi.